Quyon va tovuq ikkalasi ham foydali, lekin qaysi biri 1 million so'm bilan ko'proq pul keltiradi? Hozir aniq solishtirma. Quyon 8-12 haftada bozorga tayyor, yiliga 6-8 marta bolalaydi. Broiler tovuq 45 kunda tayyor, lekin quyon 1 yilda ko'proq bola beradi. Xarajatda quyon yutadi. Birta quyonga yillik yem xarajati $10-20 xolos. Tovuq esa ko'proq yem talab qiladi. Go'sht sifatida quyon yutadi. Quyon go'shtida tovuqdan 4 barobar ko'proq temir bor. Yog' va kaloriya tovuqdan kam, oqsil ko'proq. Daromadda quyon yutadi. Go'sht, jun, go'ng, nasl 4 tomonga pul. Tovuq esa faqat go'sht va tuxum. Quyon eng yaxshi investitsiya qaytariladigan ferma hayvoni. Lekin tovuqning ham afzalliklari bor. Tovuq go'shti O'zbekistonda ko'proq taniqli, talab yuqori, tuxum qo'shimcha daromad. Xulosa, ikkalasi ham foydali. Kam yer, kam xarajat, quyon tanlang. Tez bozor, talab ko'p, tovuq tanlang. Eng yaxshisi ikkalasini birga boqing. Quyon arzonroq, samaraliroq, go'shti sog'lomroq. Tovuq esa bozori tayyor, taniqli. Siz qaysi birini tanlaysiz? Pastga yozing. Obuna tugmasi sizni kutmoqda.